har bir mamlakatning dunyo bozoriga integratsiya qilinishi va xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan barqaror munosabatlarni o'rnatishi o'zining iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki xalqaro maydonning o'sha mamlakatga munosabati, o'sha mamlakatdagi savdo yo'llari, transport koridorlari va boshqa iqtisodiy manfaatlar bevosita mamlakatlarga bog'liq bo'ladi va har bir mamlakat bilan emas, balki mamlakatlarga birlashgan tashkilotlar bilan aloqa qilish har bir mamlakatning manfaatli hamkorliklaridan biri hisoblanadi. Umuman iqtisodiy tashkilotlar Ikkinchi jahon urushidan keyin barqarorlashishni boshladi. Ya'ni ikkita jahon urushi ko'rsatdiki, dunyo ma'lum bir tartibotlar ostida harakatlanishi va inson kapitalini, taraqqiyotini, iqtisodiyotini rivojlantirishi nazarda tutilardi va 45-yildan keyin bir qator iqtisodiy tashkilotlar paydo bo'lishni boshladi va O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin eng birinchi navbatda o'zini tan olgan mamlakatlar va xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan muomala qilishni boshladi va ko'p manfaatli aloqalarni yo'lga qo'ydi. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar haqida gapirganda biz 4 guruhdagi katta tashkilotlarni nazarda tutamiz. Birinchisi bevosita moliyaviy iqtisodiy ta'sir ko'rsatadigan tashkilotlar. Bu Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi va iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotlarini misol qilish mumkin. Chunki asosan Jahon banki va Xalqaro valyuta fondi mamlakatlarni investitsiyalash, tashqi qarz va kreditlash, imtiyozli kreditlash, umuman boshqa moliyaviy masalalarni hal qilishda yordam beradi. Ikkinchi guruh bu ijtimoiy iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlar. Bular Yevropa taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki yoki Amerikaning shunga o'xshagan tashkilotlarini tushunish mumkin. Asosan mintaqaviy banklar. Bular asosan xalqaro kreditlarni ma'lum bir infratuzilmalarga beradi. Masalan, Osiyo taraqqiyot bankidan olingan kreditlar asosan ta'lim, yo'l va temir yo'l qurilishida ishlatilganligini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham 2017-yilgi islohotlardan keyin O'zbekiston Eurobondlarni dunyo bozoriga chiqarishni boshladi. Bu imtiyozli kreditlardan qanday farq qilardi? Osiyo taraqqiyot banki va Yevropa tiklanish banklaridan olingan pullar asosan bir yo'nalishda sarflanishi kerak. Ya'ni ular ushbu yo'nalishni belgilab beradi. Senga $500 million atrofida ma'lum bir muddatga kredit ajrataman imtiyozli foizlarda, lekin sen mana bu ijtimoiy sohalarda ishlatishga majbursan. Bu o'sha asosan ta'lim, yo'l qurilishi va boshqa ijtimoiy sohalarni qamrab oladi. Va uchinchisi bu bevosita savdo-iqtisodiy aloqalarga ta'sir qiladigan tashkilotlar hisoblanadi. Bu asosan Jahon savdo tashkiloti, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi va shunga o'xshagan tashkilotlar bilan xarakterlanadi. Bunda asosan O'zbekistonning pozitsiyasi juda o'tkir va qiziqarli bo'lib borayotganini ko'rishimiz mumkin. Avvalo Jahon savdo tashkiloti butun dunyo savdo elementlarini va huquqiy shakllarini boshqarish organi sifatida tanilgan bo'lib, uning qamrovi juda ko'p mintaqalarda sezilarli ta'sir qiladi va O'zbekiston 1995-yildan beri bu tashkilotga a'zo bo'lish harakatidagi mamlakat hisoblanadi. Albatta, 1995-yildagi ariza 3-bosqichgacha kelish, 2000-yillardagi Doha va Cancun raundlariga arizalarni muvofiqlashtirish jarayoni O'zbekistonni Jahon savdo tashkilotiga a'zo qilmadi va eng dadil harakatlar albatta yana yangi O'zbekiston davrida 2017-yildan keyin Maxsus vazirlar mahkamasining qarori bilan bu ishlar tiklanganligini va hozir salobatli qadamlar qo'yilganligini, deyarli Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni arafasida turganligini, ba'zi bir savollardan tashqari deyarli ko'p narsalar hal qilishga ulgurganligini ko'rishimiz mumkin. Umuman Jahon savdo tashkiloti O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi nufuzini, tovar oldi-sotisini, dunyo bozoriga integratsiyalashuv masalalarida yoki uzoq g'arb rivojlangan mamlakatlari bilan ko'p o'qlatli aloqalarda va bu rivojlangan mamlakatlarning GCP+ga o'xshagan maxsus imkoniyatlaridan bemalol foydalanish va umuman savdo-iqtisodiy aloqalarda mutlaqo institutsional va normativ ba'zi bir cheklovlardan tashqari liberal harakat qilish imkoniyatini beradi. Va bu tashkilot hozirgi kunda biroz o'z nufuzini yo'qotsa-da, dunyo mamlakatlari orasida a'zo bo'lish dinamikasi barqaror bo'lib turgan tashkilotlardan biri hisoblanadi. Shuningdek, xalqaro mehnat tashkiloti, xalqaro turizm tashkiloti va shunga o'xshagan iqtisodiy tashkilotlar borki, mehnat munosabatlari, bandlik, kapital, pul o'tkazmalari va shunga o'xshagan iqtisodiy munosabatlarni yoki turizm, hozir yalpi ichki mahsulotda xizmatlarning ulushi va xizmatlarda turizm ulushini oshib borishini hisobga olsak, bularni huquqiy, institutsional va ijtimoiy jihatdan tartibga soluvchi tashkilotlarga birlashish har bir mamlakatning manfaati o'laroq
Biroq O'zbekiston ham bu tashkilotlar bilan ko'p o'qlatli aloqalarni olib boradi. Va 4-guruhda biz klublarni aytishimiz mumkin. O'sha Rim klubi, Parij klubi, tashqi qarzlarni hal qiladigan yoki so'nggi kunlarda o'zini siyosiy pozitsiyasini dunyoga ko'rsatishga harakat qilayotgan klublar, Valday klublari, umuman norasmiy klublar va boshqa tashkilotlarni misol qilib keltirish mumkin. Shuningdek, bu guruhda ko'p mintaqaviy xarakterga ega bo'lgan tashkilotlarni ham esdan chiqarmasligimiz kerak. Masalan, dunyo bo'ylab BRICS tashkiloti ko'p mintaqaviy tashkilotlardan biri hisoblanadi. Ya'ni chegara mavjud bu mamlakatlar o'rtasida, ya'ni BRICSda bu Braziliya, Rossiya, Hindiston, Xitoy va Janubiy Afrika. Bu mamlakatlarni ko'pchiligini deyarli chegarasi yo'q, har xil mintaqalarda joylashgan, lekin bir manfaat yo'lida ko'p mintaqali mamlakatlar ham birlashishi alohida voqealarni keltirib chiqaradi. O'zbekistonga aloqador qismida esa ko'proq Shanxay hamkorlik tashkiloti, iqtisodiy taraqqiyot tashkilotlarini ham misol sifatida keltirish mumkin. Albatta, Shanxay hamkorlik tashkilotidagi O'zbekistonning ishtirokida ba'zi bir chegaradosh mamlakatlar, Markaziy Osiyo va transport koridorlarining imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, bu tashkilot o'zining nizomi bo'yicha iqtisodiyotga ko'proq e'tibor berishini nazarda tutilishi istiqbolda nimalarnidir, asosan Xitoy bilan Xitoy ishtirokidagi qaysidir investitsion platformalarni ishga tushirishda yordam beradi. Umuman, yangi O'zbekistonning 2018-yildan keyingi strategiyasi juda o'tkir va xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan juda yaxshi aloqalarni yo'lga qo'yish bilan boshlanganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta, bu yerda undan oldingi qilingan xatolar, ya'ni uyg'unlik masalalari boshqatdan ko'rib chiqildi. Misol sifatida, eng avvalo o'sha taraqqiyot strategiyasida ham birinchi o'rinda qo'shni mamlakatlar bilan eng yaqin aloqalarni o'rnatish strategiyasi belgilangan edi va bu muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Albatta, O'zbekiston-Tojikiston, O'zbekiston-Qirg'iziston va O'zbekiston-Qozog'iston munosabatlarining yangi bosqichga chiqqanligi va Turkmaniston hali ochiq savol ostida qolsa ham bu ishlarga unchalik katta moyillik bilan qaramasa-da aloqalarga qo'shilishi albatta sezilarli va quvonarli holat hisoblanadi. Ikkinchi ma'noda xalqaro iqtisodiy tashkilotlardan ma'lumgina platformadan pul olinardi. Bu asosan Jahon banki va Osiyo va Yevropa banklaridan juda katta tayyorgarlik evaziga mablag'lar tanlanardi va 2017-yildan keyin bu ham asosan liberallashganligini, O'zbekiston juda ko'p sohalarda, asosan inson huquqlari va boshqa ijtimoiy sohalarda salobatli qadamlar qo'yayotganligi sababli bu tashkilotlarning ishonchi ortishi asosiy voqealarni rivojlantirishga yordam berdi va yangi O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan aloqalarini 3 yo'nalishda ko'rish mumkin. Eng avvalo birinchi yo'nalishda trendda turgan hodisa bu O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirishi hisoblanadi. Albatta, jahon chempionatiga bu yil futbol bo'yicha O'zbekistonda chiqqanligi bu 92-mustaqillikdan beri qilinib kelayotgan harakat hisoblanadi va qanday chiqqanligi va qay yo'sinda chiqqanligidan qat'iy nazar ushbu davrga to'g'ri kelganligi hammani xursand qilgan bo'lsa, Jahon savdo tashkilotiga ham kirish masalasi iqtisodiy jihatdan xuddi shunday xarakterga ega, ya'ni ko'pchilik kutib turganligi va nisbatan Jahon savdo tashkiloti hozir dunyoda juda katta obro'ga, 20 yillik obro'ga ega yoki 20 yil oldingi obro'siga ega tashkilot sifatida sanalmasa-da, uzoq xorij mamlakatlari bilan notarif to'siqlarni yechishda juda katta asos bo'ladi va jahon bozoriga chiqishda qandaydir fundamental elementlarni takomillashtirishga yordam berishi ishonilayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi bosqichda bu Xalqaro valyuta fondi, Jahon banki va Yevropa va Osiyoning mintaqaviy banklari bilan ko'p o'qlatli aloqalar, ya'ni bu iqtisodiy aloqalar. Asosan bu yerda iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining o'rin tutganligi, ya'ni O'zbekistonga kiritayotgan tashqi investitsiyalar, tashqi kreditlarini va Jahon bankining loyihalarini alohida e'tirof etish kerak. Juda ko'p sohalarda, xususan ta'lim va qishloq xo'jaligi sohalaridagi islohotlar Jahon bankining imtiyozli kreditlar hisobida hal qilinganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi va uchinchisi bu iqtisodiy siyosat. Albatta, dunyo global iqtisodiy siyosatni o'qishni boshladi. O'zbekiston universitetlarida ham ushbu fan o'tilishni boshladi. Ya'ni tushundikki, barcha tizimlar globallashtirishga harakat qilyapti. Ya'ni o'sha global tizimlarga a'zolik sizni jahon bozoridagi ustunligingizni, bu tovar va xizmatlar bo'yicha, bajarilgan ishlar bo'yicha yoki umumiy iqtisodiy geosiyosat, transport koridorlar yoki pozitsiya bo'yicha ustunligingizni ta'minlab berishga qaratilgan vositalar hisoblanadi va O'zbekiston bulardan so'nggi 8 yil, 9 yil ichida juda samarali foydalanayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va uchinchi o'sha yo'nalish deganimiz global iqtisodiy siyosat, bu ko'proq siyosiy klublar, alyanslar, integratsion guruhlar, xususan Yevropa ittifoqi bilan integratsion guruh
bu juda katta g'arb bilan chuqur aloqalarni ta'minlaydi. G'arb bilan chuqur aloqalar esa o'sha birjalardagi, fond bozorlaridagi, g'arbdagi katta infratuzilmalarda O'zbekiston mablag'larini yoki O'zbekiston resurslarini nisbatan himoya qilishga xizmat qiladi. Bilamizki, bu siyosiy klublar, bilamizki, asosan davlatning siyosiy konsepsiyalariga asoslangan zehn bu yerda qatnashsa-da, bunday siyosiy klublar aslida biznes uchun juda katta shartnomalarga asos bo'ladi. Va so'nggi kunlardagi O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashqi siyosat konsepsiyasini tubdan o'zgartirish va yangi uslubda ishlab chiqishga bo'lgan inisiatorligi, demak taklifi bejizga emasligini albatta ko'rish mumkin. Va O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy aloqalarini agar ikki bosqichga bo'ladigan bo'lsak, albatta bu 2017-yilgacha bo'lgan davr. Bu xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan aloqalarda ehtiyotkorlik, tejamkorlik, investitsiyalarni tanlash, mamlakatlarni guruhlash va qaysi mamlakatlar bilan aloqa qilishni belgilab olishga asoslangan bo'lsa, 2017-yildan keyingi siyosiy iqtisod asosan har qanday vaziyatda ham O'zbekiston manfaatiga iqtisodiy qarorlarni undirib berish va asosan iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan harakatlar yo'lida barcha siyosiy chora-tadbirlarni ko'rish usulidan foydalanilayotganligini ko'rish mumkin. Albatta, insoniyatning rakursi har xil. Bir vaziyatga kimdir negativ vaziyat sifatida qarashi mumkin, kimdir esa pozitiv vaziyat sifatida. Shuning uchun prezidentni bir iqtibosini lozim topamiz keltirib o'tishni. Insonlarning rakursi o'zgarishi uchun yoki pozitiv fikrlashi uchun eng birinchi navbatda ularning iqtisodiy ahvoli o'zgarishi kerak. Mana shu siyosat bilan xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan aloqalar yo'lga qo'yilib kelinayotganligi va xalqaro siyosiy tashkilotlar bilan esa iqtisodiy manfaatlar yo'lida ko'pgina muammolarni, masalalarni hal qilishga to'g'ri kelayotganligi va buni deyarli uddalayotganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. O'zbekiston xalqaro iqtisodiy tashkilotlar bilan o'zaro aloqalarda integratsion guruhlarga qo'shilish bosqichiga kelganligi ham e'tiborga molik hodisa hisoblanadi. Va integratsiya va hamkorlik o'rtasidagi munosabatlar ham rivojlangan. Ya'ni qaysidir muddatlar bor ediki, O'zbekiston ko'proq integratsiyalashuvga harakat qilardi va qaysidir davrlar bo'ldiki, hatto integratsiya so'zi deyarli ishlatilmadi. O'zbekiston hamkorlik sohasiga ko'proq e'tibor berishni boshladi. Lekin yana siyosiy holat shu narsaga olib keldiki, Markaziy Osiyoda O'zbekiston o'z iqtisodiy pozitsiyasini yana mustahkamlash, asosan dunyo bozoriga, xususan Pokiston, Eron, Afg'oniston orqali dunyo bozoriga o'tish asosan iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bilan amalga oshdi. Chunki bu davlatlar Markaziy Osiyo va Xitoy portlari bilan, xususan Lantuan iqtisodiy koridor bilan aloqalar ko'proq Shanxay hamkorlik tashkiloti bilan yoki umuman infratuzilmani amalga oshirish va uni bunyod qilish ko'proq moliyaviy tashkilotlar bilan, Jahon banki bilan yoki boshqa tashkilotlar bilan va savdoni rivojlantirish JST bilan bog'liq jarayon hisoblanadi. Va bu jarayonda O'zbekistonni Xitoy, Rossiya, AQSh qamrovidagi siyosiy pozitsiyasi ham juda qiziqarli. O'sha O'zbekistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga tortish bu Rossiya tarafdan bo'lgan bo'lsa, AQSh tarafdan O'zbekistonni ko'proq Jahon savdo tashkilotiga qiziqtirish holatlari. Xitoy tarafidan esa CHT iqtisodiy qarorlarni chiqarish va mana shu mustahkamlash vaziyatida O'zbekiston manfaatlar to'qnashuvida o'z iqtisodiy manfaatlarini teranroq, yorqinroq undirishga harakat qilishi bu voqealarning rivojini yana tezlashtiradi. Va xulosa qilib aytganda, shu kecha kunduz 2026-yilga kelganda dunyo tashkilotlarining iqtisodiy va siyosiy inqirozi yuz berayotganligi, xususan o'sha BMTning 20 yillardan beri asta-sekin obro'sizlanib borayotgan huquqiy qarorlari o'zini cho'qqisiga yetib borayotganligini va dunyo boshqa siyosiy iqtisodiy o'zgarishlarga o'tayotganligi O'zbekistonning iqtisodiy manfaatlar qamrovidagi neytral pozitsiyasi mobaynida unchalik katta zararlar keltirmasligi. Chunki asosan O'zbekiston iqtisodiy hamkorlikka urg'u berishi va ba'zi bir keskin siyosiy qarorlardan qochishi yoki o'tkazib yuborishi mamlakatimizning jahon bozoriga uyg'unlashuviga yanada xizmat qiladi va fundamental savdo iqtisodiy elementlarni jahon bozorida paydo bo'lishiga olib kelishiga ishonishimiz mumkin bo'ladi.